Har bitta ustida bo'lishi kerak bo'lgan narsaga, ayniqsa mebelchilarda, qarang. Tandemni qatirdiz, qatirganingizdan keyin baribir tekis emasligini bilishingiz kerak. Sababi agar notekis bo'ladigan bo'lsa, g'aladonangiz yaxshi yopilmaydi, nito ishlaydi va tez tortmani ishdan chiqishga olib keladi. Qatir bo'lganingizdan keyin o'zingiz uchun shuna qo'yasiz, magniti bor. Mana 0 holatda turibdi. Endi buni bitta jildirib ko'raman men. Bo'shatib qo'yaman. Bo'shatib mana ozgina nito qatirsangiz ham mana chiziqdan ozgina pastga tushirdim mana 1.3 turibdi. Buni tepaga ko'tarish kerak bo'ladi mana. Tepaga ko'taradigan bo'lsangiz 0 holatga olib kelasiz mana. 0 holatga olib kelib mana urinni eng kerakli joyi mana shu yerda zo'r ishlab beradi. Shuni qatirasiz. Mana 0 holatga keldi o'zi mana. Mebelchilar uchun qanaqa tanishlar bo'lsa, har bitta usti uchun kerakli narsa ekan. Videoni tarqatib berish esdan chiqmasa, arzimagan pul. Shuni plyus qoldirsalar, narxini tashab beramiz, dastavkani qilib beramiz.